Keyin men ishlatadigan ikkita dahshat baza. Birinchisi Estee Lauder bazasi mana bu. Keyin Chanel mana bu bazasi уже bu kam qolgan. Bu har tugaganda tepa-tepa chiqib boradi. Surganinglarda shunaqa nima deydi? Sil o'qib qo'yadi. Surgan tonalkalaringlarni yumshoq yotadi, yig'ilib qolmaydi. Bir xil tonalkalar yig'ilib qoladi-yu, shunaqa yumshoq qo'yadi, gladki qilib. Mana bu Estee Lauder mana bu bazasi ozgina ton beradi. Mana bunaqa ko'rsataman buni ham sizlarga. Bu ham вот tonalkani lёгкий ishlatadiganlar uchun mo'ljallangan. Surasizlar, poralarni yaxshi yopib beradi, bu ham yumshoq qilib qo'yadi. Buni когда Estee Lauder tonalkalarini ishlatganimda yoki nimalarni ishlatganimda ishlataman, lekin realno bu ham yumshoq qilib qo'yadi. Ozgina ton beradi, chut-chut ton beradi. Buni ikki xili ham bo'ladi. Ani oddiy prozrachnisi ham bo'ladi. Unisini uncha yoqtirmayman, chunki u yig'iladi, bunisi yumshoq qilib qo'yish. Shuning uchun buni yaxshi ko'raman ishlatishni.